Aka, men gaz yonyaptimi deb o'ylasam, bu yerda nima bor hozir Baxtiyor aka? Ko'mirda hokasi bor. Bittasida angren yonyapti, bittasida shibarko'l yonyapti. Mana shuncha alanga olsa bo'ladimi bunda? 5,5 metr, 6 metrgacha alanga chiqarib bera olaman. Buni videosini ham beraman, qo'yilib ishlayotgan holatini. Akalar, katta g'izzavod, xullas katta gradus kerak emas, lekin garelkasini yasab berishadi. Bugun Andijon paytaxtga kelganmiz. Katyolda mana shuncha anaqa mayda-chuyda teshiklarni borligini hisobiga kam rasxod qilib ko'proq joyda isitib beradi. Baxtiyor aka ham kuchayib ketdi. Akalar, qaranglar, anaqa robotlargacha olib kelib qo'yishibdi. Endi narxlarga kelamiz. Nijniy arenalarda 100 kvadratligi 7 milliondan boshlanadi. Ramazon oyiga bonus qilib bering. Ramazon oyiga har bitta katyolga 1 milliondan 500 ming so'mgacha Bonus bor. Bonus bor. Aqlli katyolda 150 kvadratgacha isitadigani $1000 Ramazon oyi ichi akalar muomalangizga qarab $100 bonus qilib berishadi. Bu umuman olov aql tutib bermaydigan variantidan yasashgan ekan, ichlari ham bunaqa turbali qilib qo'yishibdi. Xo'p, keyin yana bitta narsa, mana ichini bitta ko'rsatib beraman, ichini bitta ko'rsating. Shlak, plak, ko'mirni kuni hamma narsa shunday maydalab tashlaydiganlar ekan.